Assalomu alaykum qizlarjonlar, xayrli kun. Sizlarga yangi chiqqan krem naborimizni obzor qilib bermoqchiman. Bu krem menga juda ham yoqdi. Qaranglar. Bu krem naborimiz Renitol, ya'ni har qanday yuziga mos kelib, yuzni qarishga qarshi xususiyati bor, ya'ni yuzni qaritmaydi, yuzlarimizni yoshartirib beradi va tarkibida liftingi borligi uchun yuzni tortish xususiyatiga ega. Mana Dnevnoy kremining tarkibida ham lifting va yoshartiruvchi moddalari bor. Bularni makiyaj tagidan ham bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Ya'ni birinchi ishlatiladigan mahsulotimiz bu umivalkasi, ya'ni umivalka bilan yuzni yaxshilab yuvamiz. Tonik bilan yuzimizni namlantirib artib olamiz. Undan keyin kunduzgi krem surib bemalol makiyajlarimizni, SPFlarimizni surtib ketaveramiz. Kechqurun esa mana bu tonikdan keyin kechqurungi kremni surtib yuzimiz uxlashga tayyor bo'ladi. Agar sevrutka ishlatishni xohlovchilar bo'lsa, bu naborimizga mana shu sevrutkamiz juda ham mos keladi. Ya'ni tarkibida gialuron kislotasi bor. Bu sevrutkamizni bemalol kremlarning tagidan bu sevrutkani ishlatishlaring mumkin.